Assalomu alaykum. Abbos Homes kanali obunachilari. Sizlarga konteyner mahsulotlaridan 2026-yil 8-mart sanasida qo'yilib turgan bu videomiz. Bugungi narx-navolar bilan 6x6 materiallarimizdan boshlaymiz. Narx-navolar 11.70 lik. Narxi 680 ming so'mdan berilyapti. 11.70 ga chana mahsulotimiz 520 ming so'mdan berilyapti hozirgi kunda. 3 listlarimiz bor. 3 listlarimizni tozalangan holati 520 ming so'm. Ustidagi mana bu 1 metrligi narxi 24 ming so'm. Mana bu 93 lik, yana 16, bo'yi 93, narxiga keladigan bo'lsak 25 ming so'm. Keyin mana bunda 50 santiliklarimiz bor. Narxi 15 ming so'm. Konteynerlarimizni yon listlari bor. Razmerlari zaborbob, qisqasi qo'yinki listimizni kvadrati razmer desilan kesib beramiz. Narxi 90 ming so'mdan bo'lyapti. Orqa listlarimiz 230 ga 260 ligi endi bir xil bo'ladi. 210 bo'ladi. Narxi 600 ming so'mga 550 ming so'm. Lagalarimiz bor. 230 lik ikkala yoni bir xil bo'ladi bu. Narxi 80 ming so'mdan. Optimal deganlarga 79 ming so'm qilib beriladi. Qovurg'aligisi 87 ming so'm. 10ga 5 eshikbozlarimiz narxi 255 ligi 115 ming so'm. 225 ligi bor. Bularimizning narxi 107 ming so'mdan berilyapti optim narxlarda. Keyin mana bu ko'rinishdagi 1.40 ga 1.16 razmer poltaxtamiz bor. Bularni kvadratiga keladigan bo'lsak, kvadrati 75 ming so'mdan berilyapti. 1.60 ga 0.63, narxi dona 80 ming so'mdan. Bu tomonda mana bunday 1.16 ga 1.40 dan 230 gacha bo'lgan razmerlarimizning kvadrati 95 ming so'm. 55 ligi bor deysizlar, endi uni farqi yo'q. Bu tomonlarda 240 ga 1.16 razmer narxi 300 ming so'mdan bo'lyapti hozirgi kunda. Endi holatiga qarab 280 ming so'm, 340 ming so'm laminatsiz tanlab olishga qarab ketadi. Aloqa chiqarasizlar. Eshik listlarimiz bor. Eshik listlarimiz narxi 200 ming so'mga 180 ming so'm. Bu ham kalta kichina. Tom listlar bor. Boy 234, kvadrati 95 ming so'm. Stinkasi 2.2 bo'ladi, yon listiga 1.8 bo'ladi. Paddon so'raganlarga paddonlarimiz bor. Zakasga kesib beriladi. 1.10 dislar, 1.10 ga 1.10 dislarimiz. Mana bu razmerimiz 85 ga 45 razmer. Narxi 30 ming so'mdan. Oyog'i ikkitadan oyoq bo'ladi. Butun konteynerlarimizning narxi bizda butun konteyner yo'q, lekin sherahlarda bor. Narxi 1550 dollardan 2000 dollargacha bo'lyapti. Izohlarda komment qoldiring. Sizlarga qanday mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha mahsulotni obzorini qilib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Buvaga tumani, Dehqonobod qishlog'idan bo'lyapti. Bu ishxona o'zimizga tegishli. Bu videoni ham o'zimizni ishxonamizning nomidan bu Abbos Homes kanali yurgiziladi. O'zimning ismim Abbos. Akalar, videomizga bitta like bosib, yangi qurilish boshlagan akalarga videomizni jo'natib qo'yasizlar. Barcha materiallarini yetkazib beriladi.